Xo'sh xabar. Tangnur ta'lim tarbiya markazi tarafidan nashr qilingan Ixlos yurishlik ona til darsliklarining 2-chi kitobi nashr qilinib kitobxonlarga silindi. Mazkur kitob muhojiratdagi Uyg'ur farzandlarining ilibbadan keyinla o'qishliq bo'lolmaslikdek ehtiyojini qondiradigan bo'lib, bolalarimizning yoshiga, psixikasiga moslashtirilgan. Savad chiqarish qo'llanmasi sifatida chiqqan birinchi qism kitob 3 mazmun tuzilgan bo'lib, birinchisining dars qismi uningda bolalarning til va iqtidoriga, hissiyot va psixikasiga uyg'unlashtirilgan mazmunlardan boshqa yana dars ichi va sirtidagi bilimlarning bog'lanishiga ahamiyat berilgan darslar kiritilgan. Ikkinchi mashq qismi uningda tekstni asos qilingan holda o'quvchilarning mustaqil o'rganish, hamkorlashib o'rganish va izlanib o'rganish ruhini yetildirish asosiy maqsad qilingan mazmunlar tayyorlangan. Uchinchi o'qishliq qismi bo'lib, uningda diniy mazmunga oid o'qishlar kiritilgan. Kitoblarimiz Safaköy Qutat G'ubli kitobxonasi, Zaytunburnu Buraxon kitobxonasi, Taklimakon Uyg'ur nashriyoti, Qutat G'ubli kitobxonasida to'p ham parcha sotildi. Aloqalashish nomeri 0538 46 72 207, 0537 935 95 20.